Bu yerga hech qanaqa primer nimadirlar surib ishlatishi kerak yo'q. Endi yechimni hossiligi ko'rsatib o'taman. K5 Restyling orqa bamperda bitta lifehack etib o'taman. Ko'rayotgan edi, mashinamiz zengi orqa qismini bruni plyonka qilib beryapmiz. Orqadagi garandorisi deymiz, o'sha qismida mana ulanadigan joy bor. Past chastini yechib olganmiz. Mana shunaqa vaqtda ming qancha bosadigan bo'lsanglar ham bu narsa qaytib ketaveradi. Ko'rayotganinglarda mana bosasizlar qaytadi. Bu yerga hech qanaqa primer nimadirlar surib ishlatishi kerak yo'q. Endi yechimni hossiligi ko'rsatib o'taman. Ko'rayotganinglarda yechimi juda ham oddiy. Ya'ni nima qilasizlar? Mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, kuch tushib turibdi. Buni ko'tarasizlar ozgina. Tepaga qarab ko'tarish kerak. Ko'tarish jarayonida mana. Agar tortib cho'zib qo'yadigan bo'lsanglar, plyonkani klayni o'ynatib qo'yishingiz mumkin. Buni ko'rganinglarda. Endi qaranglar, mana shu narsani ozgina orqaroq berib yuboramiz. Mana plyonkani o'zi yotib oladi. Mana ko'rasizlar? Spirtlimizni shu bo'yicha qotirib yuboramiz. Shunda hech qanaqa manfaatlarda havo berish yoki kesish, xunuk narsalar bo'lmaydi. Shunga o'xshash qiziq, foydali lifehacklar videolarni o'tkazib olmaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Agar video sizlarga yoqayotgan bo'lsa, manfaatli bo'layotgan bo'lsa, bitta like ayamaysizlar deb kutib qolamiz.